Biz bugün Uighur xalqining faxrlik o'g'loni qahramon غېنى باتۇر bilan tunuşup chiqamiz. غېنى باتۇر 1902 yılı G'olji nahiya Qashturdi mahallesida kambag'al dehqon oilasida dunyoga keladi. Uning dadasi Mehmet Baqoxunning ota buvisi Xotan Qalqashdan bo'lib, Chin sulolasi Sharqiy Turkistonga tajovuz qilgan vaqtida palangan kishilar edi. غېنى باتۇر maktabga berib o'qiy olmaganligidan mahallasidagilarning qo'yni beqib, dadasining dehqonchilik ishlariga yordamlashadi. U kichikidala ishchan, kuchlik, g'ayratli, kamso'z odam bo'lib yetiladi. Milodiya 1918-yili Mehmet Baqoxunning uyiga chiriklar kirib, غېنىni tutib elib chiqitadi. Bu vaqtda غېنى 16 yosh bo'lib 10 oy qamaladi. Bu jarayonda ko'p kishilar bilan tanishadi. غېنى turmudan chiqib bir kuni 9 tarada bir qancha kishiga boturlik haqida so'z qilayotgan bir qozoq yigitga "Mushu etingni ov qariyag'achning to'yiga olib kelsam nima deysan?" deydi. Qozoq yigit "Agar deginingdek qila olasang, etim seninki. Navoda olib olmay qolsang, etingni menga bersan" deydi. غېنى qo'l uzatganicha etini ko'tarib 100 metr yiroqlikqa olib keladi. Buni ko'rgan xalq hang-tang qoladi. Shuningdan keyin xalq orasida غېنىning Botur nomi tarqaladi. Bu ishdan keyin tajovuzchi Xitoyning zulmiga qarshi harakat qiladigan yigitlar غېنىning atrofiga to'plashadi. Ular tajovuzchi Xitoylarning va yaloqchi baglarning mol-mulkini o'g'irlab yetim Misrlarga taqib beradi. Shu sababdan غېنى Botur turmuga qamaladi. U Shingsay turmusi yetayotgan vaqtlarda ko'p qatim suiqasdga uchraydi. Turmudan chiqib bir mezgildan keyin غېنى Botur mujohidlar harakatiga qo'shilib, ikkinchi bo'limga boshliq bo'ladi va ko'p qatimliq urushlarda boturlik bilan jang qiladi. Milodiya 1944-yili 11-oyning 6-kuni kechasi 20 ga yaqin mujohidlarni o'ziga hamroh qilib, tong atqucha shahardagi Tubidan soqchixonasiga yetib kelib, soqchi va turmalarni pachaqlab tashlab, Fatih Baturning onasi va oilasi qatorliq 30 necha kishini sog'-salomat qutuldirib chiqadi. غېنى Batur qo'mondonligidagi mujohidlar Xitoyning Arshang nahiyalik hukumatini muhosirga olib, nahiya hokimini taslim qildirib, uni soqchi boshlig'ining oldiga taslim bo'lishga elchilikka kirgizadi. Taslim bo'lishni rad qilganligini anglagan غېنى Batur qattiq hujumga o'tadi. Natijada 3 kecha kunduz davom qilgan bu urushda Arshang nahiyasini ozod qiladi va yordamga kelgan dushmanning oldini to'sib qattiq zarbaga o'tadi. غېنى Batur sapning oldida bo'lg'ach dushman qo'mondoni غېنى Baturni nishon qilib o'q atadi. غېنى Batur chaqqonlik bilan o'zini yerga otgan bo'lsa-mu ulgurmay qoladi. غېنى Batur yaralanganiga qaramay o'zini daldiga elib, Qur'onni yanchi silkib etib, dushman qo'mondonini yer tishiltadi. Qo'mondonidan ayrilib qolgan dushman askarlari qalaymiqallashib ketadi. Mujohidlarning jasoratidan qo'rqib ketgan dushman askarlari Qur'onlarini ikki qo'li bilan egiz ko'tarib taslim bo'lganligini bildirdi. Urush غېنى Baturning g'alaba qilishi bilan oxirlashadi. غېنى Batur 1944-yili 11-oyning 12-kuni ikkinchi qatim Sharqiy Turkiston qurilishidan burun Xitoyga qarshi qurolliq partizanlik urushiga qatnashgan 20 kishining birisi bo'lib hisoblanadi. U Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga oz bo'lmagan tuhfani qo'shgan ismi jismiga loyiq Batur va qahramondir. Shuning uchun Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin غېنى Batur ozodlik, bidoi, sadoqat qatorliq medallar bilan mukofotlanadi. Milodiya 1949-yili Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni besib olganda غېنى Batur va Fatih Baturlarni siyosiy o'g'inish qilish nomi bilan Xitoyning Lanjuga yo'lga soladi. Milodiya 1953-yilgacha shu yerda turib, ona vataniga qaytib keladi va G'oljining ahvolini ko'rib qattiq afsuslanadi. Chunki bu vaqtda Xitoy Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining armiyasini tarqoqlashtirib bo'lgan bo'lib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan G'oljining hammali yeri Xitoy bo'lib ketgan. Bu ahvolni ko'rgan غېنى Baturning ko'ngli bakmu yerim bo'ladi. Bir mezgildan keyin Milodiya 1954-yili ona vatanini tashlab Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'ladi va umrining oxirini Qozog'istonning amgakchi qozoq noyisida o'tkazadi. Milodiya 1981-yili 6-oyning 21-kuni rahmatlik غېنى Batur 79 yoshida Olmaotada vafot bo'ladi. Amgakchi qozoq noyisi tavasidagi Olmaota G'olji yo'li bo'yiga dafn qilinadi. غېنى Baturning Sovet ittifoqiga qilgan mashhur so'zlaridan oq et, qor et, hammasi bir it. Salam tağlar, salam derya, salam ana vətini. Gül bağrında keşte bulup, kalsın öşmez izlerin. Giyalarının hoş